Bon dias amigos, aziz do'stlar, men hozir Miami'da emas, aynan o'zimizning bochkada turibman. Bochkamizda eksklyuziv 8 sotiqli mana shu ko'rib turgan dachalar sotuvga qo'yilgan. Men sizlarni hozir chiroyli qilib tanishtirib chiqaman. Bu uyimizda, bu dachamizda bekorga eksklyuziv demayman, juda ham chiroyli ko'rib turibsizlar. Uyimizni, ya'ni hovlimizni 80% basseyndan, ya'ni hovuzdan iborat. Bemalol 10-15 kishi mazaq cho'milsak bo'ladi, aziz o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, juda ham keng kattagina dachamiz bo'ladi. Bu dachamizni olib investitsiya o'rnida foydalansak ham bo'ladi, ham o'zimizda yashasak ham bo'ladi, aziz o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, mana darvozaxonasi pultlar bilan ochiladigan darvozalarimiz qo'yilgan. Bu yoqqa bo'lsa 2 kishilik ikkita mashinamiz ham ketadi, aziz o'rtoqlar. Bu yoq mana kirish qismimiz, asosiy eshigimiz bo'ladi. Devorlarimiz ochiq, oralari ochiq. Bu yoqda havo aylanish uchun alohida konstruksiya bilan devorlarimizni qurishgan. Bu bo'lsa bizning qorovulxonamiz bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. Qorovulxonamiz ham juda ham sharoitlari qilingan, tashqaridan ham kirsa bo'ladi. Xo'p, hovuzimizni ko'rib turibsizlar. Uyimizning o'zi qavati 3 urinlik. Uyimizning ichida liftlargacha qo'yilgan, aziz o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, hamma joyi chiroyli, ya'ni dizaynerskiy uslubda ta'mirdan chiqqan. Bu bo'lsa bizning kattagina zimniy kuxnyamiz. Letniy kuxnya o'rnida ham foydalansak bo'ladi. Pastida, ya'ni pollarimiz, to'pli pollarimiz ham bor. Bu yerda ko'rib turibsizlar, yaxshi toshdan qilingan, mramordan qilingan astrovoklari, barniy stoykalari va hamma mangal, o'choq, hamma narsalari bor, aziz o'rtoqlar. Bu yerda o'tirib choy ichishimiz uchun stol-stullar ham qilib qo'yishgan. Uyimizda svetdan muammo bo'lmaydi, tashqarida ham generatorlarimiz bor. Uyimizning tomida ham alohida quyosh panellari o'rnatilgan, umuman chiroqdan muammo bo'lmaydi. Ko'rib turibsizlar, bu yerda terrasa qismimiz bor. Uyimizda 3 ta terrasamiz bor, tashqarida mana ko'rib turibsizlar, tepada bor va bu yoqda va yana 3-qismimizda ham bor. Bu yerda o'tirib dam olish uchun stol-stullar qilingan, arg'imchoqlarimiz bor, yosh bolalarimiz uchun gorkalar qo'yilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, endi bo'lsa bu yoqda zimniy basseynimiz bilan tanishtirib chiqaman. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham kattagina, bir 8 ga 5 bo'lsa kerak, kattagina basseynimiz ham bor. O'zini 3 xil hammomlari ham bor, ko'rsanglar bo'ladi mana. Bu yoqda turetskiy hammom va ruskiy banya. Ko'rsanglar bo'ladi, mana o'zlarini dushlari bilan qilib qo'yilgan.